Hüvəçi vatandaşım 2022 yıl 7. ayının 21. günü. Hürmetlik Michel Barçilat hanım 5. ayının 23. günü Müstemlek Uyguristan'ı ziyaret kılıp qaytıp geldiniz. Ziyaretiniz tosqulluq uçurudu. Orullaştırışqa uçurudu. Yaki mundaq aytqanda sizni ham mazaq qilmoqchi bo'ldi Jungo Kompartiyasi va uning bexatarlik xodimlari. Uyg'uristonga berib hech qandaq bir Uyg'ur bilan ko'rishganligingizni yoki kim bilan kimning dardini so'zlatib uning dardini anglaganligingizni xabar qilolmadingiz, chunki bundaq ish qilolmadingiz. Michel Barçilat xonim, biroq sizdan mushundaq jiddiy paytlarda va mushundaq jiddiy kunlarda Uyg'urning beshig'i kun tushgan kunlarda erishgan natijangizning nima bo'lishidan qat'iy nazar, qandoq so'g'uq muomalaga uchrashingizdan qat'iy nazar, putingizni, qadamingizni mustamlik Uyg'uristonning poytaxti Urumchi, Qashqar qatorliq shaharlarga qo'ygan kuningizdan boshlab bu Uyg'urlarning g'albisi bo'lib sanalishi kerak. Natija va boshqalarning o'ziga kelsak, o asta keladi. Men boshda so'zlagan leksiyalarimda dedim, 5. ayning 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Yaponiya Tokyoga yetib kelgan chog' edi. Yaponiya Tokyoga yetib kelgan chog' edi. Shu kuni siz Guangzhou va Urumchiga yetib keldingiz xonim. Yuqorqilarni qayta takrorlamaymiz. Endi oldingizda turibdi. 8. ayning 31. günü vazifangizdan ayrilasiz. Yoki dastlabki muddatlik vazifangizdan ayrilasiz. Siz qayta vazifa o'tashga yana bir qatim saylanishga murojaat qilmadingiz va iltimos qilmadingiz. Biroq o'zingizning baga va'dasi bo'yicha 8. ayning 31. kunidan burun Uyg'urlar mustamlik Uyg'uriston to'g'risida tayyorlangan kishilik huquq dokolatini butun dunyoga e'lon qilaman dedingiz. Va'dangizda turing xonim. Biz ishonamizki sizning Chili xalqining farzand sifatida axloqingizning buyukligiga ishonamiz xonim. Va'dangizda ching turing xonim. 8. ayning 31. kuni siz xizmatdan ayrilishdan avval Uyg'urlar to'g'risida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti tayyorlagan kishilik huquq dokolatini e'lon qilishingizni biz Uyg'urlar va navbatda butun dunyo xalqi buni sizdan murojaat qiladi, sizdan iltimos qiladi, sizdan iltijo qiladi Michel Barçilat xonim. Esingizda bor. Bu yıl 1. ayning 19. günü 2022 yıl Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Tamlantos ishxonasi shundaqla Jungo Komiteti yani Memuriyle Davlat Majlisi Jungo Komitetining o'rtaq raisi Jim McCown boshchiligida 2 nafar Davlat Majlisi a'zosi Michel Barçilatning ishxonasiga xat yozib yoki o'zingizning nomiga xat yozib bu dokolatni Uyg'urlar to'g'risida tayyorlangan kishilik huquq dokolatini darhol e'lon qilishingizga haydakchilik qilgan edi. Mushu kunlarda vaziyat mushundoq yetib kelganda hafta ichida masalan Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qiladi deyilayotganda va Jungo Amerika munosabati jiddiylashayotgan bir paytda boshda ko'rsatganimizdek Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Jungo hukumati raisiga haydakchilik qilib, chiroyli aytsak haydakchilik qilib, sal qo'polroq aytsak besim ishlatib 10 kun ichida suhbatga kelishsan, telefon suhbati o'tkazimiz deb turgan mushundaq bir vaziyatda hurmatli Michel Barçilat xonim, Uyg'urlar to'g'risida tayyorlagan kishilik huquq dokolatingizni e'lon qilishingizni, dal vaqtida e'lon qilishingizni umid qilamiz.
iltijo qilamiz, murojaat qilamiz biz Uyg'ur xalqi. Hurmatli Michel Bachelet xonim, dunyo sizni kutyapti. Kishilik huquq tashkilotlari sizni kutyapti. Jur'atlik bo'lishingizni kutyapti. Qoyilqilarlik harakat qilishingizni kutyapti. Sizning axloqingizni, axloq burchingiz bo'yicha o'zingizning ijtihod va boturligini, qat'iyligini icra qilishingizni kutyapti. Michel Bachelet xonim, dokladni e'lon qiling. Shundaqla Uyg'ur xalqi, hozir so'yqirib ostida yashayotgan Uyg'ur xalqi va chet elda taqozo bo'lib turayotgan Uyg'ur xalqi sizdan bu dokladni, kishilik huquq dokladini e'lon qilishingizni kutib turayotdi. Michel Bachelet xonim, sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Mo'shu oldimizdagi 8-oy ichida qaraganda hozir 8-oy ichida 8-oyning 3-kuni deyildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi, Avam palatasi va Kengash palatasi ikki partiyaning mansublari Tayvan siyosat qonuni deydigan bir qonun loyihani muhokamaga qo'ydi yoki bu to'g'rida qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Hurmatli Michel Bachelet xonim, demak Tayvanga agishib kelayotgan Uyg'urning ishlari, Uyg'urning kishilik huquq ishlari, Uyg'urning siyosiy talablari va bundan keyin jahonda, dunyoda put tirab tura oladigan Uyg'urning talablari dal hozirgi kunda sizning shu dokladni e'lon qilishingizga qarab qoldi. Bu yo'lda xizmat ko'rsatgan Adrian Zennes va bu yo'lda xizmat ko'rsatgan shu turmada shu nazarbandni yetib, chet ellarga chiqib, shu material bilan ta'minlagan Uyg'urning jafokash o'g'il qizlari, sizlarga rahmat. Sizlarning amgikinglar bilan bu doklad tayyorlandi. Undan boshqa bu dokladni tayyorlagan yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq komitetining xodimlari, amaldorlari, kishilik huquq faoliyatchilari to'plagan materiallar bilan qo'shganda buning shundoq jahonda dahshatlik bir vaziyat paydo qilganligini Xitoy Kompartiyasi o'zi his qilib, hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti diplomatlar o'rtasida xatchak tarqitib, agar buni e'lon qilgan bo'lsangiz, kishilik huquqni siyosiylashtirgan bo'lasiz. Agar buni e'lon qilgan bo'lsangiz, kishilik huquq sohasini murakkablashtirgan bo'lasiz deganda gaplar bilan tahdid silishga boshildi. Anglamang. Hozir Xitoy Kompartiyasining gapini va Jungo degan bir davlat bu hukumatning so'zini anglaydigan hech kim qolmadi dunyoda. Hozir Jungo Kompartiyasi 20-qurultoy uchun huquq talashyapti. Bu siz tanlab oladigan yaxshi fursatdir. Michel Bachelet xonim, sizga muvaffaqiyat va sizga umr tilayman. Bir Uyg'urman.